Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Добро пожаловать к нам в klub Yangi Uylar Vines. Aka-ukalarim, men sizlarga bugun takoyani karmonbob chiroyli hovlini topib qo'ydim. Eshigimizdan tegdi, mana shunaqa katta uzun yo'ligimiz bor. Bemalol 10 ta mashinani qo'ysanglar bo'ladi. Bu uyni shunaqa срочный narxda sotamiz deyishyapti. Toshkent shahar Olmazor tumanida joylashgan. Olmazorlik akalarim, remenni qattiqroq boylab olasizlar. Bugungi uchastkamizni sizlarga yoqib tushadi. Qaranglar, kirganimizda sizlar mana shunaqa katta territoriyani ko'rasizlar. Uyimizda rovna 8 sotu yana qanaqadir rosa ko'p qo'shimchalari bor ekan. Qaranglar, hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Mana bu yerda o'rtada kuxnya qilishganda, ikkita oilaga alohida qilishgan. Bu yoqda yana shuncha territoriya turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Onaxonni, otaxonni, aka-uka maza qilib yashayveradigan joy ekan. Oke, mana shu videoga bitta like bosing. Xo'p, hurmatli obunachilar, Olmazor tumanida bilasizlar, yerlar narxi 45 ming, 50 ming dollar bo'pti. Uyimizda 8 sotuvlik. Kelinglar, sizlar bilan bitta narsaga kelishib olamiz. Men uyni narxini aytaman, sizlar mana shu videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Uyimizning narxini 320 ming deyapti. Bir sotigini 40 mingdan beraveramiz deyapti. Bog'chaga ham so'rashgan ekan, частный bog'chaga ham rosa so'rashayotgan ekan. Yaxshi klient mijoz bo'lsa beraveramiz deyapti. Yon qo'shnilari juda ham zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. Mahallada joylashgan uyimizni egalar raqam bilan срочный narxida sotiladi. Naryoqda rishotkali darvoza qilingan yo'lak bor. Bu ham где-то 2,5 sotuv. Xo'p, yana alohida darvoza qilingan. Mashinani olib kirib o'tirishingizga hojat yo'q. Uyni полный planini o'rganib olinglar. Uyimizni 9 ta xonali remontlari bilan sizlarga bir sotiga 40 ming dollardan aylanyapti hurmatli obunachilar. Sunnatiga yana o't beramiz deyishyapti. Tepada spalniy komnata bor ekan. Spalniy komnatalarga kirmayman. Spalniy komnatalarni o'zini alohida sanuzeli bor ekan. Men shundoq mehmonxonaga kiraman deb mehmonxona remontini sizlarga ko'rsataveraman. Ko'rasizlar, patologlar normalniy, pollari normalniy. Devorlariga mana stroyniy mebellar qilib qo'yilgan. Uy pishug'ishdan qurilgan ekan. 2010-yilda qurilgan ekan hurmatli obunachilar. Qaranglar, hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin. Podollar ham bor ekan. Har bitta binoni tagiga полный podval qilingan ekan. Ikkinchi qavatda bitta spalni o'zini alohida sanuzeli bilan ekan. Ko'rasizlar, o'rtada kuxnya qilib qo'yishgan. Kuxnya ham juda ham keng. Alohida sanuzellari ham bor ekan. Naryoqda bitta sanuzel, bu yoqda bitta sanuzel, remontlari o'rtacha, sredniy, ozgina asijit qo'yib, bemalol yashab ketadigan joy ekan. Jigar, mana shu videoga bitta like bosing. Realniy, toza Chig'atoy перекрестка bor-ku, makro korzinka bo'lgan hozir. Shu korzinkani oldidagi mahallada joylashgan. Gap bo'lishi mumkin emas, hammamizga mana shunaqa chiroyli nasib qilsin. Mana bu yerda tapchani qo'yib, yozda kanareykalarni sayrab, maza qilib eshitib o'tirasizlar-ku, akam. Qalay, paliflarini ham qilib qo'yishgan ekan. Bu yoqda podvali bor ekan. Bu yoqda mana kiromiz, bu yerda ozgina remontga tayyorlashibdi. Ozgina asijit qilamiz deyishdi. Radiatorlari ham normalniy, ko'rasizlar, polini mana to'g'riligimizda tarkibga tayyorlashgan ekan. Ko'rasizlar, aboylari ham chotki turibdi. Sostoyaniyasi ubitli emas. 40 ming dollardan yer narxida Olmazor tumanida beravermoqda aka. Investorlar bo'lsa, olib qolsanglar, ertaga balki qimmat 50 mingdan sotaverasizlar. Xo'p, to'g'riga kiramiz. Remontlarni ko'rsatib qo'yaman. Uyimizning ikkita oshxonasi bor. Ko'rasizlar, bu oshxonaning o'rni, bu ikkinchi oshxonaning o'rni. Kuxnya mebel olib chiqib ketishgan ekan. Aka-ukalar yashashgan. Aka-ukalar ukalar shu yerda qolib ketibdilar. O'shanga meni kattalik qilyapti. Sotadigan bo'lib qoldim, aka. Iloji bo'lsa yaxshi mijozlar bo'lsa aytsangiz, shappi kelishib beraveraman. Oynalarni ko'rasiz. Hamma xona oynalari bor. Yana keng qilingan ekan. Gap yo'q, fayzli, chiroyli hovli ekan. Soatimning ko'zi brilliantli ekan. Mashalloh, mashalloh. Hurmatli obunachilar, uyimizda 8 sotuv yer maydoniga qurilgan. Yana katta zahvati bor. Eshik tagida ko'ryapsizlar. Alohida qilingan ekanda, 5 ta xona qilib, naryoqlarida ham gap bo'lishi mumkin emas. O'rtada mana sanuzel uchun joy qilingan. Sanuzellarni ham remontlari normal. Kanareyka, savalani sayratib qo'yishibdi aka.
gap bo'lishi mumkin emas. Olmazor tumani shundoq Chig'atoy Perekrovskiy, Makro, Korzinka mahallada joylashgan. Mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar, bizani kuzatib boringlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Yangilar Telegram kanaldasizlar. Olmazorda joylashgan joyimizni $320 ming baraka qilishingiz mumkin. Baraka. Yangilar Vice, baraka okajonim. Early this morning, when you knocked on my door,